Tongam otib qoldi-yu. Bilmoqyapti, badan tarbiya qilib olay. Boshlarda o'yinchoqqa aylantiramiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Endi bellarda bilmoqyapti o'zi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ana bo'ldi. Sal bo'lsam to'xtadi. Telefon chaldi. Alo do'stim. Bugun futbolimiz bor, to'g'rimi? Hozir ketyapsizlarmi? Mayli, hozir boraman. Futbolimiz bor edi do'stlar. Bugun mana kechqurun ajratib qo'ygan narsalarim mana. Olib olaman hammasini. 2 butilka suv, kiyimlar. Endi sizlar qaramay turinglar bu yo'lga. Ana chiroyli bola bo'lib ketdim. Endi hozir bo'ldi. Endi futbolga ketsam ham bo'ladi. Hech kim bo'lmagan bo'lsa ham. Ha do'stim. Bu repa mana yo'ldaman. Yugurdik. Futbolchilik qobiliyatini yo'qamiz. Futbol maydoni ancha uzoqda. Mana do'kon, ovqatlanib olsam bo'ladi, lekin hali ovqatlanmayman. Mana do'kon. Futbol maydoni. Adashib ketibman. Hozir. Mana bir tam ovqatlab qaytishdim. Hozir choy ichaman. Qonim to'q. Mana futbol maydoni. Hech kim kelmagan bo'lsa kerak. Alo. Nima? Sizlar meni oldin kelmaganmidinglar? Men kelibman o'zi. Mana kiryapman maydonga. Bo'pti. Mana to'p bitta. Hozir bitta deb yorib tashlayman, qaranglar. Bir dona deb yonaman. Mana darvozalar. Zo'r darvozalar, qarang, chiroqlar. Men qurdirganman o'zim pulimga. Mana o'rtasi center, ya'ni. Mana gol uraman desam, vartaga gol uraman hozir. Mana kirib ketdik. Gol! Ben to'pni yorib tashladim bilan. Shunchalik zo'r bo'laman. Yomg'ir yog'yapti o'zi. Aks yo'q. Kech bo'lyapti. Uyga yugurdik. Uyga borib olay. Uyga borib cho'milib olaymi? Bo'lmaydi. Endi uxlashga kiyman. Ya'ni pijama. Sizlar qaramanglar. Ketdim endi buni javonimdan narsa olib kelay. Buni bu yoqqa solamiz. Pul ishlatmadim, suv ichmadim. Chunki o'yin bo'lmadi. Endi uxlash kiyimimni kiyib olaman. Bu endi yana sizlar qaramay turinglar. Mana chiroyli bo'lib mana kayf qilaman. Uxlam. Video olish kerak. Uning uchun
o'zimni kiyimimni kiyib olaman endi. Qaramay turaylar. Ana bunday bo'lsa bo'ladi desalaring. Ketaman. Qaranglar. Ana mana qaranglar. Masalan, mana bu qizil lola, to'g'rimi? Endi men uni mana bu rangga aylantirsam bo'ladi. Qizil rangga. Endi masalan, bironta suvga mana qo'ydim. Mana u qizil bo'lib qoldi. Endi bironta kiyimni mana shuni ustiga bitta bosamiz. Bu mana hali turtki ko'z holda desak, mana qo'limda qizil bo'lib turibdi mana. Ular pakda bo'ldi. Shunaqa narsa. Mana. Bo'ldi. Biz o'rgatdim sizlarga. Mana lava bor edi. Mana tomchilayapti. Bu yerda suv bor. Mana qarang, o'zimning kiyimlarimdaman. Endi nima qilamiz? Nima qilmoqchi edim o'zim? Ha, bitta yumoqchi emas. Qani bir tashlaylikchi. Mana bitam yuvib ketadi bir. Mana bomba tashladim. Endi raketachasiga tashlayman. Yoki sabzichasiga. Ana. Bitam yuvib olaman. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Mana. Boya joy lekin. Mana. Ikkita mana. Balkonga chiqsam bo'ladi. Mana. Balkon ham zo'r. Yaxshi jihozlangan. Mana ham tashlaymiz o'zimni. Ay, oyog'im. Juda og'ridi. Ay. Endi futbol o'ynolmasam kerak. Avdan orqasiga yuradi. Mana. Kallamga o'rchapsin. Meni bog'im. Kalla changa. Ye, menga do'xirosami? Menga do'xirosami? Hozir. Iya. Bak bo'lyapti do'stlar. Bak dedi. Mana yopildi. Iya. Mahal. Turaversin. Bilmaydi. Bak oldu ko'zlaring. Qarachi do'stlar, bunisilar bilan videoni tugatmayman hali. Lekin agar yana 10 ta like yig'ib bersang, mana shu videoga 10 ta like yig'ib bersang, menga qanday narsalar yoqishini, mevalar yoqishini aytaman. Qarachi video shu yerda yakun topmaydi. Men ana shuni haromini o'ldirishim kerak. Kayf
qildim. Yo'q, bu buyoqqa ensin. Sen bilan birga bo'lmoqchiman. To'ying bormi? Kecha talpa voy qilaman deyotganding. Qo'rqishdaman. To'xta, sen mana musorlaringni olib keting. Sen narigi dunyoga mana musorlaring bilan ketasan. Opa. Opa. Eshik. Mana senga. O'ldirdi. Videomiz endi shu joyda yakun. Videomiz endi aynan shu joyda yakun topadi. Hammaga xayr.